Assalomu alaykum, hurmatli aziz birodarlar. Bugungi syomkamiz arzon bo'lgan silos haqida. 450 so'mdan qo'yib yuboraman deyapti. Kambo'yin klientlarni kutib turibdi. Ajoyib bo'lgan politsiya, maydalaveradi. Kanalimizning rivoji uchun bittadan laykni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolsinlar. Sizlarga mana shunaqa videolarni bitta qo'yib boraveramiz. Qo'ldan kelgancha imkon darajada bor bo'lgan narx-navolarni aytib boraveramiz. Mana shu narsa 450 so'm. Faqat aybi pishmagan, ho'l. Mana ko'rsataman, dumbili mana bor. Lekin mana pishmagan. Birodarlar. Tayda begona o't yo'q, lekin ho'l. Qurimagan, birorta bakka ham qurimagan. 450 so'mdan odamlar olgan yo'q. Yo makkalarda bosib oldi, yo haqiqatda o'sha odamlar qimmatiga o'rgandi. 600 so'm, 700 so'mlikni bosib o'rgandi. Mana hatta eng katta dumbili bor ekan, shuni ham ochib ko'ramiz mana. Kelgan odam lekin olgan yo'q buni. Do'stlar, bu ham hali pishgan yo'q. Tayini ko'ryapsizlar, mana hammasi ko'm-ko'k. Bo'yi ham uzunroq. Bo'yi barsa normalniy bir 15 kun, 20 kun vaqtga kelganda mana shu hozir mana shu bir 600 so'mlik, 700 so'mlik makka bo'larmidi? Mana bu makkam rosa baland. Lekin dumbili pishmagan mana. Mana sizlarga bugungi narx-navo. Odam olgan yo'q. Kambo'yin klient kutib o'tiribdi. Kambo'yin politsiyalarda eng zo'ri. Buni ham mayda skurlari bor. Bu tomondagini 400 so'm desa ham hech kim olmayapti. Bu tomonimiz 400 so'mlik makka. Bu tomonimiz 450 so'mlik makka. Mana arzon makkani hech kim olgan yo'q, do'stlar. Mashinalar mana kutib turibdi mana. Men ham olgan yo'qman. Chunki odamlar o'rgani bo'ldi. Yaxshi makka olib kelyapti, yaxshi silos olib kelyapti. Tayda baklari qurigan bo'lsin, dumbili yaxshi bo'lsin. Talab shunga bo'lyapti. Do'stlar, bu 400 so'mlik, 450 so'mlik makka kerak emas, deyapti. Kilabayga endi mana o'tganimizdan keyin odamlar o'zi bilib boryapti, sekin-sekin qanaqa makkani olish kerak, nimani olish kerak. Mana do'stlar, 400 so'mdan ham berib yuboradi mana. Tayda begona o't yo'q. Ho'l, mana kichkinalari ham bor, hali dumbil baylamagan. Mana do'stlar, mana dumbil baylamagan hali. Baylagan bo'lsa ham hali nima bas. Mana sizlarga arzon makka. Do'stlar, tanjollaringiz sog' bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Videomizni rivoji uchun bittadan like, podpiska, kommentariyada o'zlarining fikrlaringizni bildirasizlar.